Bugun sizlar bilan bot yaratishni o'rganamiz. Ya'ni bot yaratishni o'rgataman. Birinchi bo'lib bizga mana shu bot kerak bo'ladi. Bu o'zimni yaratgan botim. Mana shu bot. Mana shuni yozib qidirsalaring chiqadi. Xo'sh, keyin bot faziliga kiramiz. Men tayyor ochib qo'yganman mana. Mana yangi bot. Mana bu tokenni olamiz. Mana mayda tokenni ustiga bossalaring nusxa olinadi. Keyin bunga o'tib olamizda birinchi bo'lib hisob to'ldirib olishinglar kerak. Hozir men to'ldirganman. Mana 20 ming bor hozir hisobimda. 20 ming bor. Xo'sh, keyin virtual xizmatlarni bosib turib yangi bot ochishni bosasizlar. Va keyin SMM bot bo'lgani uchun bizga mana pulga kirasizlarda mana bu Nevgramni bosasizlar. Nevgram mana shu eng zo'r haligi mukammal botda. Mana shuni bosib turib bot yaratishni bosasizlar. Xohlasalarning kredit kart yo hisob orqali. Men hisob orqali qilaman. Xo'sh, bu yerga haligi tokenni qo'yamiz. Yuboramiz. Qabul qilindi deydi. Biroz kutamiz. Botga o'tish qilamizda. Start bosamiz. Hozir birozdan keyin xabar kelishi kerak. Mana. Ishlamasa start bosib olasizlar. Hozir bu meni botim mana boshqaruv ham chiqib turibdi. Ya'ni admin panel bu. O'zi avtomatik sizni admin qilib qo'yadi. Sizlarni admin qilib qo'yadi. Xo'sh. Bu yerdan birinchi bo'lib asosiy sozlamalarga kirib olasizlar. API sozlaysizlar birinchi. Masalan, birata API. Menda hozir API yo'q, chunki API deganaqa birata SMM paneldanmi sotib olib turib API ni joylashtirasizlar. Menda hozir API yo'q. Shunga birorta anaqani qo'yib beraman. Random yozib qo'ydim hozircha. Sizlar haqiqiy API qo'yasizlar. Shunday ishlaydi. Bu shunchaki ko'rsatib berish uchun. Xo'sh, endi yana asosiy sozlamalarga kirib turib, buyurtmalarni sozlashni bosib turib, birinchi bo'limlarni sozlashni bosasizlar. Yangi bo'lim qo'shish. Masalan, Telegram. Keyin yana qo'shsalaring bo'laveradi. Yangi bo'lim qo'shishni bosib turib, Instagram. Qayerga ketdim? Yana qo'shsalaring bo'laveradi. Masalan, yana YouTube. Smayliklardan ham foydalansang bo'ladi. Smayliklardan ham foydalanish mumkin. Men hozir shunchaki yozib qo'yaveryapman. Masalan, yana TikTokmi? Xo'sh. TikTok. Endi ichidagi bo'limlarni sozlash kerak. Yangi bo'lim qo'shish. Telegramga masalan like degan bo'lim qo'shaylik. Like'lar bo'ladi. Endi eng muhim joyi bu xizmat. Xo'sh, like'larga kiramiz. Yangi xizmatga nom yuboring deydi. Masalan,
arzon like. Eng arzon like. Xo'sh, ID'sini kiritasizlar. Haligi API olgan manzillaringdan, ya'ni saytdan, SMM saytdan o'zi ID'si bo'ladi. SMM bilan shug'ullanadiganlar biladi uni. O'sha ID'ni kiritasizlar. Men hozir random yozdim. Siz haqiqiy anaqa kiritasizlar. ID. Ushbu xizmat doirasida bitta foydalanuvchining narx kiriting deyapti. Ya'ni bitta like uchun necha so'm kerak? Masalan 5 so'm qilib qo'yaylik. VIP uchun kamroq. Endi VIP ga obuna bo'lganlar endi ko'p kamroq olish kerak. Ushbu xizmat doirasida minimal buyurtma miqdorini kiriting deydi. Shu minimalni kiritasizlar. Minimali masalan 10 ta buyurtma qilish mumkin. Maksimali esa 10 mingta deylik. Mana 10 mingta. Bu yerga ma'lumot yozasizlar. Masalan, agar buyurtma ishlamasa admin bilan bog'laning deb shunday anaqa qilasizlar. Xohlagan narsa yozsalaring bo'ladi. Mana xizmat qo'shildi deydi. Boshqaruvga qaytib turib, endi boshqa foydalanuvchi shuni buyurtma berishni bosadi. Mana bu yerda mana e'tibor bergan bo'lsalaring qo'yilgan. Ya'ni bu avtomatik tartiblanadi. Sizlar anaqa qilib qo'ldan anaqa qilishinglar shart emas. O'zi avtomatik 2 qatorlab anaqa qiladi. Soat qo'shganimiz mana Telegram like'lar. Eng arzon like'lar. Mana shunday bo'lib chiqadi. 5000 so'm uchun hali kiritgan narsalarimiz. Xo'sh. Kerakli buyurtma miqdorini kiriting deyapti. Minimal 10 ta edi, shuning uchun biz 20 ta kiritamiz. 20 ta kiritamiz. Endi qayta. Hisobdan mablag' yo'q ekan. Xo'sh, bu yerga yana birinchi olib turib qani? Hamyon qo'shib olasizlar. Masalan, klikmi yo humomi? Men humo qo'shaman. Humo. Chunki haligida bir o'zlaringni kartalaringni 860 38 bir bola shunaqa shunday qo'shasizlar. Beyga xohlagan narsa qo'shasizlar. Yozib turib bo'ldi. Mana endi oddiy foydalanuvchi kirib turib kabinetni bosadi, pul kiritishni bosadi, humoni bosadi, to'lov qilishni bosadi, miqdorni kiritadi. Masalan 40 ming so'm chek yuboradi. Ya'ni chekni masalan men birorta rasm jo'nataman. Bu adminga keladi mana. Mana adminga keladi bu. Xo'sh, admin keyin tasdiqlagandan keyin foydalanuvchiga hisob to'ldiriladi. O'zlaring admin bo'lib turib, mana bu shu rasmdan rostdan shuncha pul soldimi deb qilib ko'rib keyin tasdiqlaysizlar. Xo'sh, endi kabinetida bor pul, mana 40 ming so'm. Xo'sh, buyurtma berish, Telegram like'lar, eng arzonlari tanlash 20 ta havola deydi.
havola kiritadi bega. https nuqtani python php kodlar. Ana bu yerda tasdiqlashni bosadi. Qabul qilindi deydi. Bu o'zi avtomatik bo'ladi, ya'ni shu ulab qo'yasizlar. IDlarini, APIlarini avtomatik xabar yuborib, o'zi odam qo'shib beradi. Laykni, anaqami. Xullas, shunaqa qilib, maytlarga yana boshqa funksiyalari ham ko'p. Promo kod uchun kanallar ulashinglar mumkin. Majburiy obuna yo qo'shimcha kanallar promo kod uchun. Xo'sh, xullas, bugungi video shulardan iborat edi. Mana shu anaqani ko'rib olishlaring mumkin. ZK Virtual Bot. Shuni kommentariyada ham qoldirib ketaman, shunga manzilda. Shedan kirib, yo bo'lmasam undan ko'rib naqvasalaring bo'laveradi. Bo'pti, hammaga xayr. Xullas, keyingi videolarda yana ko'rishguncha.